Assalamu alaykum. Xitoy qulaydigan az qaldı namlıq proqramımның əziz iştirakçıları. Mən Gülşən Abduqadir Səhər, Kanadanın Toronto şəhərində yaşayıram. Bugün mən sizlər bilən Xitoy qulaydigan az qaldı namlıq proqramımның 25-ci qismi arqılıq yüz görüşkənligimdən intayın xoşalman. Bugün mən bu proqramımni asaslığı Donald Trump'ның ikinci basqıçlıq tashqi siyosati, Xitoy va Uyg'urlarning ahvoliga umumiy nazar degan markaziy ideyada ilib bormoqchiman. Bu mulohazam chet ellarda hozir YouTube'larda bo'lib atgan chet eldagi muhim shaxslarning Donald Trump'ның ikinci basqıçlıq tashqi siyosati, Xitoy va boshqa dünya, Avropa Birligi Rossiyani o'z ichiga olgan umumiy dunyo haqida qilayotgan mulohazalariga asosan tarjima qilgan asosda tayyorlagan bir mulohaza. Bu mulohazam 2-3 qismga bo'linishi mumkin. Bugun birinchi qismini so'zlayman. Endi Uyg'urlarning umumiy vaziyatiga keladigan bo'lsak, o'tganda men sizlarga ta'kidlab o'tgan, Uyg'urlar dunyo vaziyati oldida bir qarmoqning rolini o'ynaydi deb, bug'doy so'ysa qarmoq so'ychidi. Agar bug'doy so'ychamay qolsa, qarmoqmi so'ychamay qoldi. Ammo shunday deb tushunsak bo'ldi. Endi Xitoy bu mulohazalarning hammasi Xitoy ulaydigan az qoldi degan cho'ng bir kunlikning ichidagi bir mulohazalardan iborat. Albatta biz Xitoyningki ulaydiganligini lam ta'kidlash bilan bir ta'kidlab qolmasdan balki uning atrofidagi masalalarni, dünyadaki məsələlərini umumyüzlük mülahiza qilgan vaqtimizda Xitoyningki hozir o'rnining qancha ekanligini, g'ulashninki qanchalik vaqt uzun suradiganligini mulohiza qila olamiz. Shuning uchun bularning hammasi shu. Xitoy g'ulaydigan az qoldi. Cho'ng kunlik ostidagi temalar bo'lib hisoblanadi. Men programmamga kirishdan burun o'tgan hafta, haftaning oldidagi o'tgan hafta ham Onun aldığındaki haftalar bulup cəmiyyəmişi 2-3 haftanın içində Uyğurlar cəmiyyətində yüz bergen bəzi münazirələr haqqında toxtalıb ötməkçiyəm. Birincisi, bu toxtaldığım bir Qazaq qeyrinçimizninki şu WhatsApp qruplarında sözləyən bir sözü Uyğurlar arasında nəhayət çox mülahiza qılındı. Bu söz qanaq bir söz degan vaqtida Uyğurlar vətəninin isminin Uyg'uriston bo'lmasdan Sharq Turkiston bo'lishi kerakligi va kaza degandeklar bo'lib, agar Uyg'uriston bo'lib qolgan vaqtida Qozoqlarningki, ila Qozoq avtonom oblastininki asosan qozoqlarga qaraydiganligi. Umumiy hozir Xitoy atalmish Xinjiang deb atayotgan bu o'lkaninki shimol qismining qozoqlarning ekanligini, shuning uchun qozoqlarni bu chetga qilib qo'yish bo'ldiganligi va kaza degandek bir narsalarni so'zlabdi. Men buni anglab ajoyib aqlim hayron qoldi bu qozoq qarindoshlarimizning qilayotganiga. Uyg'urlar bunday narsalarga hargiz diqqatini chashmaslik kerak. O'tganlarda vatanga bosinin bo'ldi deganga o'xshash bir temalar tashlandi o'ttirda. U yoqqa cho'g'inib, bu yoqqa itilib, oyoqqa tatılıp degandek. Hozir umumyüzlik Uyg'urlar o'zining diqqatini, nazar doirasini, o'z markaziy tafakkurini asosan Xitoy qachon qulaydi, qanday qulaydi, Xitoy qulgandan keyin Uyg'urlar biz qanday qilamiz, dunyo jamoatiga qanday mas'ulimiz, bizning taqdirimiz, o'z taqdirini o'z belgilash bu pichilamdi yoki mustaqillik bu pichilamdi yoki oliy avtonomiya bu pichilamdi. Asasen hozir o'z taqdirini o'z belgilash, endi oliy avtonomiya bo'lgan vaqtda qanday oliy avtonomiya? Hozir Xitoy ko'chmanlari vatanimizga yig'ib ketdi. Bu oliy avtonomiyaning amalga oshish mumkinchiligi qanchalik? Kanadaning Quebec o'lkasiga o'xshash bir avtonomiyani ololmadik. Agar shunday bir avtonomiyaga erishib qolsakmi, bu xuddi mustaqillikqa bir g'irish qilgan bir avtonomiya bo'lgan bo'ladi. Hozir Xitoy bizni bak vayron qilyapti. Ruhiy dunyoimizdan tortib, psixikimizdan tortib, madaniyatimizdan tortib, hatto qo'ralarimizdan tortib, mahallalarimizgacha dastlab chaylab
baylıqlarımız ayaq tuturup tutsun. Uşaq bizge ait hiç nemini kaldırmay kırıp tügütüp yer yüzüdün yok kuytumen degen bu başka biz hazır hemmi cihetten bek acizlap kettik. Şunun için eğer takdirimiz şundaq biçilip dünya tarafından biz oylagandek Xitay bilen herkes biz yaşayamayız, katı yaşayamayız, biz müstakil bolumuz dep vaqırap çaqırsaqmı bizni dünya qanchalik tыңşaydı. Bu meselelerini oylashimiz kerak. O men o'tganki programmamda deb o'tib ketgan biz xuddi bir tiptinish ko'lga o'xshaymiz. Uyg'urlar hozir tiptinish bir ko'lga o'xshab qoldik. Bir toshni eriq atgan bilan, o'stang atgan bilan, daryoga atgan bilan bu o'stang eriq daryolarning kari yo'q. O toshning itilishi bilan hech qanday bir parvoyi pelak oldi iqib ketaverdi, ammo bir ko'lga atgan vaqtida o ko'lni ichidan qo'yib yutadi, ichki dunyolarni paramparcha qiladi degandim. Shuning o'xshash ashundaq itilgan toshlar Uyg'urlarning ma'naviy dunyosi, chet ellardagi fikr, tushuncha, ideyalarni dahshat qo'yib yutib bordi. Bu Xitoyninki o'yini, Xitoy singib kirishga, bunda taktikalarni ishlatishga intayin usta. Bundaq aşı Qazaq qeyrinishimiz degandek o Shimoliy Shinjong bizning yo undaq degandek gaplarga biz ishonmaslik kerak. O Qazaq qeyrinishimizga mening deydiganim shuki u siz deyotgan o Shimoliy Shinjong Qazaq Avtonom Oblastini shu Sayfiddin degan bir Uyg'ur sizlarga bilib bergan aşı Sayfiddinning intayin cho'ng xatolar. Bizning dadlarimiz, buvilarimiz, çoğunlarımız kocalarının dokmuşlarda, mahallenin dokmuşlarda şu tamakilerini yiyip oturup esi bu hata olup kaldı. Bu zamanımızdan yerimini Sayfiddin öz vaxtında ili Avtonom Oblastı qilib bölüp berdi. Bu bək hata bo'ladı. Bu Qazaqlar bilan keyin bizni Uyg'urlarni muştaq jadal majraga sep qo'shdiki, nayt muhim bir mesele bo'lib chiqdi bu deb shundaq degan aynan shundaq bir vaziyatning shapsi kelyotdi bu yerda. Endi siz deyotgan o ili Qazaq Avtonom Oblasti ismi shu ili Qazaq Avtonom Oblasti bo'lib qolgan bilan u yerda sanjaq Uyg'ur mahallari bor. Uyg'urlarninki qo'ro madaniyati kuchli bir qo'ro madaniyati va mahalla madaniyati bo'lganligi uchun Xitoy Uyg'urlardan qo'rqidi. Chunki bunda ikki medeniyeti, mahalle medeniyeti ba milletni oңайлықча yok kıvetken bulmaydı. İli şu vatanımızdaki şu mahalleler, ili meşrepleri, ili futbolu, ili çakçakları, ili halk nakşları, Qatarlıq naiti yıldız çonqur bir medeniyetlerini tuqqan, peyda qilgan, rivojlandırgan, hatta bularni Xitoy o'zi bir nima bir teşkilat deb qarğanlıq üçün bunu sahnelerge açıqıb, sahneleştirib bilib, xalqdan arı etib bardı. Şunun üçün o faqat Altay Tarbağatay hem şu ili vadisideki 9 tara Moğol kere Nılqa qatarlıq jaylarda Qazaq qeyrindaşlarımız yaşawadı. Tarixten buyon xuddi bizmi şu Qazaqstanda 3 milyondan artıq Uyghur qeyrinishimiz yaşaydı. Biz hiçbir qaçan bir Qazaqlardan bunu G'arbiy Turkiston qilib deb so'ramadik. Qancha yillar ilgari Nazarboyev Qozog'iston Qozoqlarning ona vatani dedi. U yerda 3 milyondan artıq Uyg'ur yashagani qaramay tarixdan buyon u Sharq Turkiston, G'arbiy Turkiston deb ayrilishdan burun Turkiston bo'lish coğrafiyası bilen şundaq azaldan onu tuproq bo'lib kelgan Uyg'urlarning G'arbiy Turkistonmi. Onundan başqa İli sultanlığı ma endi bu Xitoy bo'lib bergan texma 49-yildan keyin Xitoy İli Qazaq Avtonom Oblasti qilib qo'ygan. Ligi 3 yillam Qozoqlarning bo'lib ketmaydi. İli sultanlığı 1800-yillar bir tarix üçün 200 yıl, 300 yıl degan hech bir gap emas. Şu vaqtlarda ili siz deyotgan shu İli oblasti İli sultanlığı Uyg'urlarning ana yurti, İli sultanlığının zaminlari u. Sizlardan keçib kelgan bir shu Qazaq qahramonlarni biz qo'ynimizga olganligimiz uchun Uyg'urlar shundaq bir non topsa, natijaga bo'ladigan, o'zini o'ylamay, boshqalarni o'ylaydigan
millat bo'lganligi uchun shu Char Rusiyaning tishiga tegib qo'yib Ilis sultonligi mag'lub bo'lgan. Agar Ilis uning panohlik bermagansa, o qozoq qahramonga hozir uyalar Ilis sultonligi bo'lgan bo'ladi. Hem tarixten buyon Uyg'urlar bilan hech bir tarixda Uyg'urlar bilan qozoqlar hech bir ziddiyatlashib boqmagan. Hozir endi Xitoy mushu fursatdan foydalanib mana mushu qozoqlar Uyg'urning o'rtasida ziddiyat solmoqchi bo'lib ketyapti. Qozoq qarindoshlarimiz unchalik qilib ketmanglar. Unchalik qilib ketmanglar. Uyg'urlarning beshiga ig'ir kunlar tushganda sizlarning vataninglar bo'ldi. Biz qat'iy mustaqil bo'lmasligimiz kerakmi? Sizlarchi bo'lgan vaqtida bularning hammasi shu Yusuf alayhissalom qissasini bek aslatdi. Uyg'urlarning hozir Yusuf alayhissalomning o'rniga chiqib qolganligi 11 qarindoshning yaklab chetga qiqib ko'ranmay ishyamonlik qilib quduq tashlayotgan Yusuf alayhissalom. Xotiranglarni jam qilinglar, Uyg'urlar bir kuni Yusuf alayhissalomda quduqdan chiqib dunyoga hokim bo'lgan vaqtlar keldi. Uchoq sizlar Xitoyga emas, neftinglarni Uyg'urlarga sotasizlar. Ozroq bir yuz xotira qarindoshlik degan bir narsalar qolsin. Bugünle bo'lavermaydi, bugunning atisi bor. Buni qozoq qarindoshlarimiz bek yaxshi o'ylab qo'yish kerak. Bu yurakni bek Uyg'urlarning yurakini bek og'ritadigan so'z bo'libdi. Bu balkim ma'lum bir kishining, bu Xitoyningki bir nemsi o'xshaydi. Xitoyningki bir jasus o'xshaydi. Shu odam aymu shunday gaplarni ko'tarib chiqqanidan qaraganda. Sharq Turkiston desanglar, Şimal Şinjan, yani atalmış Şimal Şinjan, İlik Kazak Abnım oblasti bizden Kazaklarının yok, Uyguristan desenler üyelerini kanaklısı degandek nay çoyluk toxtamaydigan gaplarni qilibdi. Qozog'istonda 3 milyon kichilik Uyg'ur yashaydi. Buni xatirlab qo'ying. Bizning vatandoshlarningki 1 millionga yetmagan qozoq bo'lsa, sizlarning Qozog'istonning zaminlarida O'rta Osiyoda 3 millionga yaqin Uyg'ur yashaydi. Shuningga rağmen yana Nazarboyev o'tganda qancha yilning oldida Qozog'iston qozoqlarning ona vatani dedi. Shunga o'xshash Uyg'uriston bo'lsin yoki Sharqiy Turkiston bo'lsin, Uyg'urlarning ona vatani. Müşinchilik bo'lsa-mu bir yuz xotir qilib qo'yinglar. Uyg'urlarning ona vatani deb bo'lsa-mu, yinimizda turishinglarni umid qilamiz. Uyg'urlar bundan keyin bunday munozaralarga hargiz kirmasligi, o'zining ishiga puxta bo'lishi, quduqdan chiqqanda chiqadi. Bu quduqdan qanday chiqib dunyoga qanday chaqnaydi. Quduqdan chiqib Misrning azizi, Misrning valisi bo'lgan qilgan Yusuf alayhissalom Allah'ın izni bilan shunday bo'lgan. Uyg'urlarimiz shu kunga erishadi inshaalloh. Endi ikkinchi temam o'tganda shu Turkiyadagi Burhan qarindoshimizningki Turkiyadagi bir restoranda yuz bergan bir norozilik bir ozroq ushoq bir jidal chiqib qilish voqeasidan keyin restoranlar, Uyg'ur restoranlarining shu Xitoyning jasuslik qiladigan organi deydigan bir qarashda paydo bo'lib qoldi. Ammo men Turkiyadagi ahvollarni yaxshi bilmayman. Turkiyadagi restoranlarning ahvoli yaxshi bilmayman. Ammo Kanadada restoranlarni albatta Xitoy o'zininki jasuslik organi qiladigan, tang-tanglaydigan, jip-uch egallaydigan, ushaq cheklimlarni egallaydigan Xitoy men o'tgandimi bakchiq deb kelyapman, namoyishladim dedim, programmalarimda dedim, Xitoylik cho'ng uchurlarga ahamiyat bermaydi. Ushaq-tushak shu o'tganda misol qilib olgandim, xuddi bir dengizga cho'milgani bo'lgandan keyin suv uzish kiyimi nima İngilizce bikini deb qo'ydi. Shu suv uzish kiyimini uyga qaytarib kelganda qaqqanda tushgandek ushaq-tushak qumdanchilardek ashta uchurlarni to'plash uchun albatta Uyg'ur o'quvchilarni qitgan boshda. Mening egalligan ahvollarimda nurg'unlagan Uyg'ur chatalga chiqqan Uyg'ur o'quvchilarni saviyaga borganiki Uyg'ur restoranlarga borsan, ashalar tamoq yeb orqali Uyg'urlar kelib nima gaplarni qilishdi, nimalarni deydi. Ashlarning uchurlarini ondan keyin u odam nima ish qildi, bolalar nada o'qiydi, qancha maosh oldi, iqtisod ahvoli qandoq, qancha bolasi va qayerda o'qiydi deganlarni yig'moqchi bo'lgan. Xitoy hozir bizning Uyg'urlarningki shu kelajakda Uyg'urlarga oid bir strategiya belgilash uchun Uyg'urlarni ashta ushaq chek
uçurlarını yığıvatıdı. Ama bu məqsədiyə yetəmidi deb oylayman Xitay. Çünki o Uyğur restoranlarına heç bir Uyğur tüsək baxmaydı. Sap bardığın Xitay. Şunun üçün o oxucularımı yerdən uçur egəlləyənmədi bolğay. Çünki o Kanadadakı Uyğur restoranlarının hamısıga şu vətəndən gələn Uyğur oxucularına qoqup durub bayraq barmı, yoxmu? Xitaydanmı bətər Uyğur oxucular qorub, Xitay qoxmay çatığım yox ki, ularning çıqının. Uyğurlarning tamıqının qanchaq yaxşı gördükin, bu onçilik bizim tamıqımızga dömçür ekan Xitaylar. Bu yerda hamda Uyğur oxucular şunda qoqup turib berib tamaqlarni yeb qaytadi ekan, amma bu yerda liqqidam o'tag'an Xitaylar. Şunun üçün Xitay bir Uyğur restoranlarında casusluq qilish, tintinglash, Uyğurlarning uchurini nima qilish, egallash nimasini amalga oshirolmadi deb qarayman. Bu yerdagi masala boshqa. Bu yerda bir og'zig'i Xitoylarning o'zining tamaqlarini e'lon qilganimda Xitoylarning og'izlariga cho'kilar bilan tamaqlarni sepqib haddidan oshirib yetadigan. Bularning hammasi nima desanglar, men o'tganda programmam deb o'tgan shu 1984 degan nomli George Orwellning kitobidagi Winston Smithning Xitoyning qattiq qo'qitishga uchrab ketgandan keyin o'zida bo'lgan Xitoy shunday qilish orqali uni bo'lgan aql bilan shu vijdonni qo'qitish orqali tortib chiqarayotgandan keyin bir robotga aylanib qilish, atrofida nimishning bo'layotganligini his qilolmaslik, aql ishlatmaslik, bilsimi bilmaslik sevilish. Qandaqda o'zininki shu xalqqa qirg'inchilik olib berayotgan shu dushmanning og'ziga bir narsalarni sepib qo'yish, bu robotlashishga qarab manganlik Uyg'urlarning. Agar biz chet eldagi Uyg'urlar ching tumsaq, qandaq bir tadbirlarni olamiz, qandaq bundan keyin ishlarimiz qandaq iparimiz agar ching tumsaq, Uyg'urlardan ichida shunday robotlashib ketgan, aql bilan vijdon sug'urib chiqarib etilgandan keyinki bir Uyg'ur jamoati ko'plab shakllandi deb o'ylayman. Endi bugungi shu bir hafta ichida dunyoda yuz bergan cho'ng xabarlardan qanday xabarlarning yuz berganligiga bir qarab boqaylik. Dunyo vaziyatidagi eng cho'ng top xabarlar, eng ustundagi xabarlarga. Shu birinchisi hamda shu Amerika prezidenti Donald Trump Rossiyaga ultimatum topshirdi. Alaskadagi Amerika bosh ministri Donald Trump bilan Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainaning tinchligi uchun urush to'xtatish uchun uchrashib bordi Alaskada. Donald Trump shu Ukraina urushini to'xtatish tinchlik kelishimida bir ilgirlashning bo'lmayotganligi haqida Moskva tarafga yomon qattiq ravishda gap qildi. Agar Trump Moskvaga Vladimir Putinga ishkaplik vaqt berdi, agar shu tinchlik kelishimda hech qanday ilgirlash bo'lmasa, Rossiyaningki shu Rossiyaga qarta tamoshni bejini oshirdiganligi ham Amerikaga qarta mablag' silish kerakligi haqida ba'zi tadbirlarni oldiganligi haqida to'xtaldi Donald Trump. Qaraganda Alaskadagi uchrashishda shu qizil gilamlar silinib, Donald Trump bilan Vladimir Putin o'xshash galstuklarni taqib, hatto o Putinga xalqaro sud mahkamasi tutish buyrug'i chiqargan, uningga parvo qilmasdan o'ziniki yuqori oliy darajalik avanshinsiga o'tag'izib Vladimir Putinni ashunda qilib dunyoga ashunda bir poz bergan bo'lsa-mu, bu yerda hamda ashunda bir tutish buyrug'i chiqargan odam asli tutilishi kerakdi.
o tutulmasdan aşındaq onunki dünya düşüp ketken inatını Donald Trump arqılıq götürüp mındaq qılğan bir vəziyyət çəkilinib atqanmısın. Lekin Vladimir Putin bu işdə heç qandaq bir ilgiləşəsizlik qılmay ayıqı undaq qılıb oyun oynaganda qılıb Donald Trump'ның vaxtını ilib hazır mı qarsaq Donald Trump'ninki vəzifəyə otağına mana 1 yıl toşay dep qaldı. Onun aqsiyan 3 yıl vaqt qaldı. Azraqlam Xitay bilan birləşib şu Rusiya oyun oynab Donald Trump'ninki vaxtını israf qılıb şu 3 yılını toşqızıb alman degəndək bir şəpini berib atqandaq qatdı. Şunun üçün Donald Trump şu Moskvaga 2 həftəlik vaqt bədi. Əgər şu vaqt içində Rusiya heç qandaq bir tinchlik cəhətdə Ukrayna məsələsində ilgirləş hasil qılmasa, onun qarta tədbir aldığını otur qoydu. Əmdi ikinci bir xəbər Rusiyanın Ukraynada Amerika bilan həmkarlığı bolğan, həmkarlıq qılatqan bir zavodqa füze saldırısı, yani bombardıman ipağallığı Rusiya, Amerika və Ukrayna otursidiki şu tamponluqni özgərtib etdi. Trump özünki şu Ukrayna bilan Rusiya otursidiki kelishtirgüçülük işlerini asqıga qo'yib qo'ydiganligini. Yaqin aldığımız kunlarda yana bir Rusiya haqida bir strategiyani o'tirib qo'ydiganligini bildirdi. Demek ki bu Rusiya haqida Amerika yeni bir strategiyani o'tirg'i chiqarmoqchi ekan. Üçüncü xəbərim bolsa Gazze'da açlıq elan qılındı. Gazze şəhərindəki İsrail'nin açlıqlarını, yemək içməklərini qısı bilişi səbəbindən rəsmi Gazze'də xalqaralıq bir açlıq elan qılındı. Xalqaralıq şu yardım quruluşları bir yerdə bir zor bir insani falaketning işgaldıda bu soğuda boğalarını ilgir sürüvatıdı. İsrail taraf bolsa şu Hamas'ninki qural taşlımğanlığı və görəgi vağalarını qoyub bərmigənligi şərti bilən bu açlıq besimini açlıqlarını, yemək içməkini qısı biliş işlərini davamlaşdırıb atqanlığını ilgir sürüvatıdı. Dördüncü xəbər Polşada. Polşa hərbi tərəf şu bomba qaçılanğan bir insansız hava aeroplanınki şu Polşanınki şərq tərəfində düşüb ketganligini və partılğanlığını elan qıldı. Bu insansız aeroplanınki Rusiya tərəfdən kelganligini bildirib atdı Polşa tərəf xəbərlərdə. Bu ahval çoğun bir xətərini payda qılmağan kiçik bir zərər bolsunmu, amma NATO bilan Rusiya o'rtasidagi to'qinishni kuchlantirganligi bildirilib atdi. 5-ci xəbər şu xalqaralıq ticaretlərinki tamponluğunun özgürüb atqanlığı haqqındakı xəbərlər. Əlbəttə Donald Trump efendim
Müşu vazifəyə o'tağandan keyin Amerika prezidenti bo'lib saylangandan keyin chiqqandan keyin müşu 8 oyga yaqin vaqt ichida dunyoninki nurg'un tartiblarda tamponlarda o'zgarishlar bo'ldi. Do'st dushman chemberiga bo'libmi. Undan keyin Amerika birinchi deydigan shundaq bir prinsip ostida dunyoninki tamponligida cho'ng o'zgarishlar bo'ldi. Albatta bu cho'ng dunyoning tamponligidagi cho'ng o'zgarishlar albatta xalqaro tijorat tamponligiga ta'sir ko'rsatdi. Endi shu mutaxassislar dunyo tijorat dunyo savdo tashkiloti dunyo savdo tashkilotiga o'xshash ko'p taraflik sistemlashgan bir qurilishlarning tashkilotlarning bag'ancha shu ojizlayotganligini ilgari suryapti. Cho'ng kuchlarning bo'libmi Donald Trump hokimiyatining siyosiy siyosatlari, tashqi siyosatlari hamda shu xalqaro tijoratninki tamponlarni yildizidan tekshirib o'zgartiryotdi deb mulohaza qilyotdi shu chet ellik mutaxassislar, savdo mutaxassislari. Endi shu sababdan kelajakda rayon xarakterlik bir nuqtaliq kelishimlarning o'ttirib chiqmaydiganligi ilgari surilyapti. Bugungi shu endi mulohazamda shu dunyodagi hozir o'tgan hafta o'ttirib chiqqan cho'ng xabarlarni bir qurslarga tanishtirib o'tdim. Endi asosiy markaziy temam shu Donald Trumpning ikkinchi bosqichli tashqi siyosati, Xitoy va Uyg'urlarning ahvoliga umum nazar degan temada bo'ldi. Bu mulohaza yuqorida men kirish qismimda o'tib ketgandek, silchiq buni 2-3 qismga bo'lib mulohaza ham uningdan ko'proq bo'lishi mumkin. Yana bir qitim shuni ta'kidlayman, bu mulohazamga kirishdan burun oldi bilan Amerika Xitoy, Amerika dunyo masalalarida Uyg'urlarning o'rni bir qarmoq ekanligini aniq muayyanlashtirishimiz kerak. Hozir endi Uyg'urlarningki masalasi dunyo kun tartibida o'tirib chiqmayotgan bo'lsa-mu, lekin Xitoy bilan qarshilashish, Xitoyni oldiga chiqarish Amerika prezidenti Donald Trumpningki birdan bir nishon bo'lib qolganligi uchun dunyo tartibidagi o'zgarishlar Uyg'urlarga ta'sir ko'rsatadi deb o'ylayman. Shuning uchun Uyg'urlarning o'rni bir qarmoq bo'lib, oldi bilan bug'doy suv ichsa qarmoq suv ichadi, bug'doy suv ichamasa qarmoq suv ichamaydi. Uyg'urlar shundan hozir bo'lishi kerak har qanday vaqtda. Endi Amerika prezidenti Donald Trumpningki shu ikkinchi qitim Amerika prezidenti bo'lib vazifaga o'tirganiga mana hech pashtigacha 9 oy bo'lib qoldi. Bu qitimliq prezidentligi mezgilida Xitoy qartanayt ig'ir, ya'ni 145%lik tamojani bekib qo'yish bilan Xitoy iqtisodiyotini tarixda ko'rilib boqmagan darajada orqaga chekintirishdek bir vaziyatni shakllantirib, dunyoning siyosiy tamponligida, do'st dushman chamirgida zo'r o'zgarish hosil qilayotgan bo'lsa-mu, yana bir tarafdan uning xarakteridagi nima qilganligini mo'ljalligil bo'lmaydiganlikdek idealizmlik emas, balki realizmlik pozitsiya. Dunyoning hamma yerida hozir Donald Trump dunyo tarixida ko'rilgan Amerika prezidentlarining ichidagi shu nima qilganligini mo'ljalligini bo'lmaydigan bir prezident deb qaralyapti. Yana shunday realizmlik pozitsiya biz Uyg'urlar uchunmi ham Xitoyga qarshi kuchlar, Xitoyningki shu zo'ravonlikqa uchrayotgan Janubiy Xitoy dengizidagi davlatlar, Tayvan, Xitoy demokratlari, Tibet, Uyg'ur,
qatarlıqlarga yani kichikkinan bir endişimi paydo qilib o'tyapti. Dunyoda avj olayotgan Xitoyning g'ulaydiganligiga oz qolganligidan iborat har xil muloyiza va yozmalar shundaqla Amerikaning Xitoy g'ulgandan keyingi vaziyatga qarata tayyorlik qilishlari albatta ba'zi umidlarni ilib kelayotgan bo'lsa-mu, ammo Donald Trumpningki Amerika birinchi deydigan manfaat va kelishimnomalar usti qurilma hisoblanib her narsani o'zaro kelishimlar orqali hal qiladigan tashqi siyosiy yana shu Amerikaning Xitoy bilan kelishib qilish ehtimolligidan iborat bir kichik bir bo'shliqni xotirlatyapti. Inshaalloh undaq bo'lib ketmas. Shuning uchun Uyg'urlar navbatda o'z kelajagi va taqdiri haqida o'ylanganda ikki xil ehtimollikqa tayyorlik qilib qo'yish kerak deb qarayman. Buning biri Xitoy bo'lgandan keyin Uyg'urlar qanday qilib xalqaro jamiyat va chunki kuchlarning qarorlariga maslashish. Yana biri agar Donald Trump Xitoy bilan Amerika manfaat oldingi shart asosida kelishib qolgan ahvol keltirib chiqaradigan bugundan battar qabohatli bo'lgan Uyg'urlar vaziyatiga tayyorlik qilish. Bu qanday bir vaziyat deganda o'zimizning kuchimiz bo'lish. Ya'ni xuddi Pokistonning g'arb tarafida yashaydigan Balochistonliklar, Baloch ozodlik armiyasiga o'xshash. Tibetlarning Hindistondagi qurolliq kuchlarga o'xshash. Bizmi shunday bir qurolliq dunyo vaziyatiga qarab turmay o'zimizning bir kuchimizni shakllantirishimiz kerak deb qarayman. Ham buni cho'qim qila olamiz. Faqat bu yerda bir ansirashning degan vaqtda qurolliq kurashlarimizni yo'l qo'yish uchun eng avval fikr, ideya, tushunchalarda biz cho'qim mutlaq shartsiz holda vatanning millatning ozodligi, hurligi, Xitoyning zulmidan qutuldirish yo'lidagi qurolliq kurashlarimizda shartsiz holda fikr va ideya jihatda birlik kelishimiz kerak. Men buni ta'kidlab ketdim. Agar fikr, ideya va tushunchalarda birlikka kelmagan ahvol ostida biz qurollarimizni Xitoyga dushmanga emas, o'zimizga qatib qolgan ahvol kelib chiqadi. Buningda Xitoy natijiq ishki jihatda ixtilof paydo qilish uchun nurg'unlagan o'yinlarni o'ynaydi Xitoy. Buning ta'mini, buning ochiq saboqlarini bekitdik o'tgan tarixlarimizda. Shuning uchun cho'qim shartsiz holda shu fikr va ideya tushunchalarda birlashish kerak Uyg'urlar. Bugungi mulohazam asosan Uyg'urlar nuqtai nazaridan va ya'ni mening nuqtai nazarimdan Donald Trumpning 9 oyga qilishib qolgan tashqi siyosiy va Xitoyni o'z ichiga olgan dunyoga tutgan pozitsiyasi mulohaza qilindi. Endi Donald Trump va uning realizmlik tashqi siyosatining mohiyatiga texmi cho'nqirilgan holda kirib boqaylik. Donald Trumpning ikkinchi bosqichlik prezidentligi boshlanish bilan kishilarga bek radikaldek ko'rindi. Bu qitim favqulodda kuchli ravishda vazifaga o'tirgan Donald Trump Amerikaning barliq maqsad muddalarini, ittifoqdoshlari bilan bo'lgan munosabatlarni, Amerikaning dunyodagi o'rnini yildizidan boshlab yangilayotdi. Yapılaq til bo'yicha aytgan vaqtimizda Amerikaning an'anaviy siyosatini o'ngtay qilib boshdan oxir xuddi suiqasddan qo'ychigandek qo'yib yetyapti. Bu xil qo'yishning yaxshi taraflarimi va ba'zi salbiy taraflari bor bo'lib, qanday bo'lishidan qat'iy nazar Amerika dunyoda burunqidek yumshoq holatda emas, balki bir oz qo'pol, keskin va jiddiy holatda ko'rinyapti. Bu xil ahvol Amerikada va dunyoda zo'r bir aniqsizlik paydo qilyapti. Bu xil ahvol Amerikada va dunyoda zo'r bir aniqsizlik paydo qilyapti. Nurg'unlagan kishilar Trumpningki maqsadi nima deb so'rayapti. Har qanday ish yangi boshlanganda plansiz va norozilik fikrlari ko'p holatda ko'rinishi mumkin. Ammo Trump besayotgan har bir siyosiy qadamning muhim qismi aslida shu Trump besayotgan
her bir siyasi qadamning muhim qismlari aslida xalqarалық munosabatlar tanışıq bo'lgan ba'zi strategiyalarga uyg'un keldiganligini shu xalqarodagi tadqiqotchilar ilgari suryapti. Endi Donald Trump'ninki shu tashqi siyosatga mulohaza qilgan vaqtimizda navbatda Donald Trump efendim o'tirib qo'yayotgan 3 ana teoriyani mulohaza qilib baqsaq qilib beqishga to'g'ri keldi. Endi tuvanda biz shu Donald Trump'ning tashqi siyosatini mulohaza qilgan vaqtimizda, texnik chunqurlab mulohaza qilgan vaqtimizda Donald Trump'ning 3 ana teoriyasiga erishimiz. Donald Trump shu 3 ana teoriya orqali navbatda o'zining tashqi siyosatini yurgizyotdi. Analizchilar Donald Trump'ning ikkinchi bosqichlik prezidentlik mezgilida tuvandagidek 3 ana teoriyani o'tirg'a chiqarayotganligini ilgari suryapti. Shu Donald Trump'ning tashqi siyosatidagi 3 ana teoriyaninki birinchisi realizm, ya'ni hech qanday amaliy kuchi yo'q, quruq qonun, qarorlar, masalan hech qanday amaliy kuch bo'lmagan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining chiqargan qarorlari, masalan Falastin haqida nurg'un 1947-yildan tortib hozirgacha Birlashgan Davlatlar Tashkiloti nurg'un qarorlarni chiqaryapti. Uningdan boshqa yana dunyo haqida nurg'un qarorlarni chiqardi, lekin bu qarorlarning hech qaysi amallashgani yo'q. Donald Trump shunday quruq kuchi yo'q, quruq qonun, qarorlar, masalan shu yuqorida men deb aytgandek xalqaro tashkilotlarning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qatorliq xalqaro tashkilotlarning qarorlari bilan emas, texmi aniq va keskin qilib aytganda idealizmlik ideyalar ideyalar emas, balkim kuch, manfaat va ustunlik, ya'ni kozir munozir qilinadigan yangi bir amaliyot asos qilingan realizmlik mantiqidagi tashqi siyosat yurgizyapti Donald Trump. Masalan, Ukraina masalasi haqida aslida odat bo'lib davomlashib kelayotgan demokratiya, erkinlik qimmat qarashlarining o'rniga Donald Trump efendim Amerika birinchi deydigan, Amerikaning manfaatini oldin qo'ydigan qimmat qarashni dastish va ilgari surishni uch qalda o'tirib qo'yapti. Masalan, yo kelishim qo'l qo'ysan, yo yolg'iz qolsan. Sening qo'lingda hech qanday ko'zir yo'q deydigan realizmlik teoriya. Masalan, o'tgan qitim Donald Trump efendim bilan Zelenskiyning Oqsaroydagi yumaloq ofisda uchrashgan vaqtida dunyoning oldida ochiq oshkorlab yo kelishim qo'l qo'ysan yo yolg'iz qolsan deb o'zininki Ukrainaga yordam qilishga shartlarini, masalan yer osti boyliqlarini Ukrainani undan keyin kam uchraydigan elementlarni Amerikaga berish qatorliq kelishim, real kelishimlar orqali aniqlam o'tirib qo'yib, keskin ochiq oshkora yoshirmasdan o'tirib qo'ydi. Endi Donald Trump efendimninki shu yo'l qo'yayotgan 3 ana teoriyasining ikkinchisi ta'tir Nixon Kissinger teoriyasi. So'q urush mezgilida Amerika prezidenti Nixon Kissinger orqali Amerika Xitoy bilan yaqinlashgan. Xitoy bilan yaqinlashib 70-yillarda 72-yili Nixon Kissingerninki Xitoyga ziyorat qilishi bilan Amerika Xitoy munosabatlari o'ng'shalgan. Shuning bilan Xitoyga yaqinlashib Rossiyani yolg'iz qoldirgan bo'lsa, bu qitim buning aksicha. Bu qitim Rossiya bilan birlashib Xitoyni yolg'iz qoldirish strategiyasini yo'l qo'ygan. Alaskada Donald Trump'ning ko'rishi Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan ko'rishi buning misoli. Bu strategiya Amerikaning dunyodagi cho'ng kuchlar tangpunligini
yengdən qurışı bo'lib hisoblandi deb muloyiz qilyotdi chet ellik tadqiqotchilar. Donald Trump efendimninki tashqi siyosatida yurgizayotgan 3-chi teoriyasi bo'lsa, dunyoni ta'sir doirasi bo'yicha bölüşüp aldığan holatga xotim berish. Dunyodagi cho'ng kuchlarning o'z rayonlarda qonun prinsip deganlarni bir chetga qayirib qo'yib, ochiq oshkor holda shu rayonlarning hukmdori bo'lib olgan bir dunyoni o'zgartib, qonun prinsiplarga hech kim rioya qilmasa, bizmi bu qonun prinsiplarga rioya qilish haqqimiz emas deydigan mantiqni ilgari surish. Ya'ni bu qonun prinsiplarga hech kim rioya qilmasa, Amerika rioya qilish kerakmi? Amerika rioya qilmaslik kerak deydigan shundoq burundan davomlashib kelayotgan bir tamponlikni asosan buzib etish. Ya'ni Janub dengiz rayonlarida Xitoy o'z ta'sirini kuchlantirish uchun harakat qilgan, Rossiya yana bir yerlarda o'zining kuchini ta'sir doirasini kuchaytirishga harakat qilgan, Iran, Shimoliy Koreya, Rossiya qatorliq, Xitoy qatorliq cho'ng davlatlar o'zaro birlashib olib, o'zlarining ta'sir kuchi orqali dunyoni idora qilaman deydigan bundaq dunyoning qonunlariga rioya qilmagan asosda ish olib boradigan shundaq narsalarni buzib tashlash Donald Trump'ninki dünya tamponluğunu asasen özgertiş jarayonidagi 3-chi teoriyasi mushu bo'lib hisoblanadi. Endi realizm va Amerika manfaati birinchi shuari. Donald Trump o'tirib qo'yayotgan Amerika manfaati hamda a'lo, ya'ni Amerika birinchi shuari aslida Kona Amerika siyosatiga bog'liq bo'lib, bu birinchi qitim Donald Trump o'tirib qo'yayotgan siyosat emas. Amerika manfaati birinchi shuarni o'tirib qo'ygan tunji kishi, ya'ni Donald Trump emas demoqchiman, balki Donald Trump efendi 2025-yilda eng kuchli ravishda o'tirib qo'ygan kishi bo'lib, boshqa Amerika prezidentlarimi ve nurgulgan gruplarımı bu şuarını oturup koyarken Amerika'da. Mesela 1920 yılı sabık Amerika prezidenti Warren G. Harding degan kişi mi? Saylam raqabati jarayonida Amerika birinchi degan shu şuarını tilga olgan. Trump qaytadan ta'kidlayotgan Amerika birinchi şuari Amerikaning uzundan buyon yoshirin holda amallashtirib kelayotgan manfaat aldığın şartlarını ochiq oshkor holda hech qanday süzgüçten o'tkazmagan holatga keltirib ochiq oshkor süzgüçten o'tkazmagan holda mustaq yalang'och holatda o'tirib tashlash bo'lib hisoblangan. Donald Trump Biden'ninki demokratiya va xalqaroliq tartib prinsiplariga qarshi manfaatlar va kuch asos qilingan bir yangi dunyo qarashni xotirjam ham ochiq oshkor o'tirib tashlayotdi. Endi Donald Trump'ninki dunyoga bo'lgan ta'siriga bir qarab boqaylik. Donald Trump'ning dunyoga bo'lgan ta'siri uning Ukraina urushiga tutgan pozitsiyasida gavdalik ifodalangan bo'lib, Biden demokratiya va egilik huquqini ta'kidlasa, Trump jiqroq o'z foyda manfaati va sodilishni asos qilgan holda yaqinlashgan dunyoga. Biden'ninki ta'kidlayotgani koni qiliblar demokratiya, kishilik huquq qiliplari bo'lsa-mu, lekin Donald Trump chiqqandan keyin dunyoga foyda manfaat va sodilishish Amerika birinchi shart ostida sodilishish prinsipini yo'l qo'yayotdi. Donald Trump yana Rossiya bilan bo'lgan munosabatlarni yaxshilash orqali Xitoyni yolg'iz qoldirish bilan bo'yatdi. Xalqaroliq prinsip va tartiblar jihatda azaldillaliqi mundaq lanshib qolgan ichi quruq qoida tuzumlarga bog'lanib qolgan dunyo tamponligi Donald Trump o'tirib qo'ygan Amerika birinchi prinsip sababidan texmi zaiflashib ketishi mumkin deb muloyiz qilyapti dunyodagi muloyizchilar. Xitoy va Hindiston qatorliq davlatlar dunyo tamponligida bo'layotgan bu xil o'zgarishlardan fursatlarga erishishi mumkin va yoki xatarlik aholiga qilishi mumkin. Bu
davlatning asosiy iqtisodiy ahvoli tashqi pirovotga tayinlangan Xitoy g'ulab ketishi mumkin yoki Donald Trump bilan ustida sulhga kelishi mumkin. Donald Trump o'tirib qo'ygan Amerika manfaat aldingi shart prinsipi Donald Trump o'tirib qo'ygan shu Amerika manfaat aldingi shart prinsipiga Xitoy bosh egib o'ziga yangi chiqish yo'llarini izlashi mumkin. Xitoyning xarakteri bo'yicha aytganda, Xitoy azaldan Sunzininki urush qilmasdan utish. Eng yaxshi urush qilmasdan utgan urush deb ta'kidlab keldi. Sunzininki ta'limoti bo'yicha. Shundaq bo'lg'achqa Xitoy sulh salog'i intayin mahir. Növbətdə Uyğurlar üçün öz düşməni Xitayni, şundaqla Donald Trump'ның mölçərligi bo'lmaydigan realizmlik Amerika mənfəəti, hammadan a'lo deydigan shu tashqi siyosatni yaxshi tahlil qilish intayin muhim. Kelgusida keladigan fursatlar va bugungidan betar bo'lgan ahvollarni hazırlıq qilishda intayin muhim ahamiyatga ega. Xulosalaganda Donald Trump'ның ikkinchi bosqichlik prezidentlik mezgili tashqi siyosatida bir strategik ijroqni ko'rish bor deb mulohaza qilyapti mulohazachilar. Yuqorida o'tib ketganimizdek, buning ichidagi idealizm emas, balki kuch manfaat asos qilingan realizm Donald Trump'ning tashqi siyosatida asosiy o'rinda turdi. Uningdan boshqa Tedros Kissinger teoriyasi, ya'ni orqali cho'ng kuchlar tampongligini ta'tir qurishga tirishganligi, masalan, burun Xitoy bilan birlashib 70-yillarda Rossiyani yolg'iz qoldirgan bo'lsa, hozir Rossiya bilan birlashib Xitoyni yolg'iz qoldirishdan iborat Tedros Kissinger teoriyasi. Yana birisi o'z ta'sir doirasini kuchaytirish orqali cho'ng kuchlar o'z rayonlariga hokim bo'lgan yangi bir tartib barpo qilish. Ya'ni aslida Amerikaning ta'siri ancha cho'ng bo'lmagan joylarga kirib o'z ta'sirini kuchaytirish. Burunqidek Xitoyning ta'siri, Rossiyaning ta'siri cho'ng bo'lgan bir dunyoni shular tashlab turgan ahvolni o'zgartirish. Masalan, Donald Trump Saudiya Arabistoniga bu yil 5-oyda qilgan ziyoratini qizg'in olqishlarga erishdi. Bu yerlarda Amerikaning ta'sirining bo'lishini xohlaydiganligini bildirdi. Amerika shundaq davlatlarga o'zining ta'sirini ko'rsatish orqali bu yerlardagi Xitoy o'z ta'sirini ko'rsatib ketgan, Rossiya o'z ta'sirini ko'rsatib ketgan shundaq ahvollarni tugutish uchun harakat qilayotganligi intayin aniq. Bu xil qilishlar Amerikaning tashqi siyosatini va dunyo tartibini tarixiy ravishda o'zgartirishda bir yoshirin kuchining borligini ko'rsatib turibdi. Albatta, dunyodagi nurg'unlagan davlatlar, masalan, bu O'rta Osiyolar, bizning qiynalishimiz bo'lgan O'rta Osiyolardami, shu Amerikaning ta'siri bo'lmaganligi uchun Xitoy bilan yiqilishyapti. Xitoy ta'siri chunqurlab ketyapti deb o'ylayman. O'rta Osiyolarda, arab davlatlarida Amerika Xitoy ta'sirining kuchlanib ketishi, bu yerda bir diktatorlik hokimiyatning o'z ta'sirini kuchlantirishi dunyoga bir tahdid bo'ldi. Bu Uyg'urlarning ro'yini bek tushirdi. Shuning uchun Xitoyning o'rniga Amerikaning o'z ta'sir doirasini ko'rsatishi, Amerikaning yana Turkiyaga o'z ta'sirini ko'rsatishi bu Uyg'urlarning xususidan nihoyatda muhim ahamiyatga ega va Uyg'urlarni xushal qilgan bir ish deb qarayman. Bugungi Donald Trump vazifaga o'tirgandan keyingi tashqi siyosatniki mohiyati haqida iborgan mulohazamni to'xtataman. Bu mulohazamniki davomi bor, ikkinchi qismini kelarki qitimliq programmamda mulohaza qilaman. Kelarki qitimliq programmamni ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.